Xo'sh, mana bu tayyor mahsulot. Haqiqiy naturalniy protein, yana искусственный protein bilan adashtirmayli. Naturalniy protein degani bu oqsil. Oqsil tovuq filesidan, grudinkadan va tvorogdan qilingan. Hech qanaqa konservanti yo'q. Mana shu kichkinagina banka 200 grammda kamida 50 gram naturalniy protein bor. Mana ochaman. Buni sifatiga javob. Plavlinniy sir bilan pashtetni xuddi pashtet bilan sir yegandek bo'lasiz. Mana ichida даже ko'rinib turibdi. Tovuq filelari. Hammasi halol tayyorlangan. Mana shuni hozir sotuvga chiqaramiz sekin. Marhamat qilib magazinlardan olib iste'mol qilishingiz mumkin. Bu tan narxi $1.10 atrofida bo'ladi. Magazinda sal qimmatroq sotilsa kerak. Hozircha shunaqa. Buni men o'zim ishlab chiqqanman. Mana telefon nomerimgacha turibdi. Hammasiga o'zim javob beraman. Srogi endi mana любой mana xolodilnikda turadigan bo'lsa 5 kun, 6 kun turaveradi. Muzxonada 1 oy, 2 oy ham turaveradi. Shu narsalarga e'tibor beringlar. To'la haqiqiy naturalniy oqsil, protein deyiladi oqsilni inglizchasiga.